Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan qanday qilib kontrda qo'shilib o'ynash va do'stim bilan birga bir kontr o'yini bo'ladi. Sizlar podpishka qilib, obuna va laykni bosib qo'ysanglar bo'ldi. Men bundan da zo'r o'yinlarni chiqaraman. Qani bo'lmasam, birinchi mana bu multiplayer deganni bosamiz. Birinchi nastroykada odlarimizni va bot sonini yozamiz. Hozir men do'stim bilan o'ynash uchun birga bir o'ynaymiz. Shuning uchun nolni bosib qo'ydim. Sizlar ham nolni bosasizlar. Ismlaringizni kiritasizlar. Men o'z ismimni kiritmadim. Bu yerda o'zingizlik yerlik bo'ladi. Bu round time degani necha sekund bo'lishi kerak degani. Starting money men 10 mingdan beradigan bo'ladi bu. Qani bo'lmasa mana multiplayerdan boshlaymiz. Bosamiz. Endi local via hotshot deganni bosamiz. Mana bu ikkinchisini bosamiz. Create game deganni bosamiz. Va bu yerda mana xohlagancha o'ynatinglar bo'ladi. Pichoqli, bombali, zombili, bayroqli ketaveradi, snayper. Biz do'stim bilan o'ynaymiz. Biz xohlagan bir mamlakatlaringni tanlaysizlar. Biz mana shu yerni o'ynaymiz. Ham kichikroq, o'zimizga qulay holatda o'ynaymiz. Qani bo'lmasam boshladik. Qaysi komandada bo'lishidan o'zlaringiz belgilab olasizlar. Bu men bu yoqdan bo'laman, do'stim bu yoqdan bo'ladi. Do'stlaringiz sizga mana bu local ip degan kodni mana bu kodni terib olishi kerak bo'ladi. Mana bu kodni teradi. Qani bo'lmasam biz birga bir ketdik. Boshlandi. Do'stim bilan birga bir o'ynaymiz. Afsuski o'tib qo'ydi. Menimcha do'stlar, agar kodni qayerga yozamiz deb o'ylasanglar, mana bu yerga yozasizlar. Tanishtirish esimdan chiqib ketibdi. Hozir yana qaytadan o'ynaymiz. Kodni mana shu yerga write hotshot o'sha kodni mana shu yerga teradi. Boya aytgan kodni mana shu yerga nuqtasiga teradi va keyin join game ni bosadi. Va tamom. Menda bosilib ketdi va endi o'sha aytganimizdek o'ynaymiz. Boshladik. Xohlagan pistoletlarni tanlaysizlar. Bu yerda kiyim, bomba. Sizlarga xullas bu kontr menimcha 99% odamga yoqadi deb o'ylayman. Qani ekan? Do'stim qo'shilmabdi. Do'stingiz qo'shilmagan bo'lsa, new roundni bosamiz. Mana shu ikkinchisini. Mana shu yerda yozilib turadi o'zi. Bu yerda bitta, bu yerda bitta. Birga bir bo'lib turadi. Hozir boshlik otyapti. Mana. Bizga yana yutqazdik. Agar bu video 100 ta obunachi va 100 ta like bo'lsa, bu videoni pichoqlisi ham bor. Knives degan o'sha Knives skill ham o'ynab ko'rsataman do'stim bilan. Sizlar podpishka qilib tursanglar bo'ldi. Keyingi video qanaqa bo'lsin o'zlaringiz aytinglar. Xohlagan bir turdagi video. Xullas do'stlar, bugungi o'yin o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi video ikkinchi qismi chiqsinmi yoki yo'q? Ikkinchi qism chiqsin deganlar like, chiqmasin deganlar ham like bossin.
Obuna va layk esdan chiqmasin. Xayr, do'stlar!